Yurtdoshlarimiz O'zbekistonda trendga chiqib turgan Malibu'nisida turgan avtomobilimizdan biri 2 turbina bilan jihozlangan Kia K5 avtomobiliga propan jihozlab berdik. Там, где солнце зовет, я стою на пути. Ты меня уберег, но не смог отпустить. Там, где солнце зовет, Qo'yilgan zapchastlarni ko'rsatamiz. Ketdik bo'lmasa. Avtomobilimizga injektor 8 blok upraynasini o'rnatib berganmiz. Barakuda injektorlar italyanskiy reduktorimiz va doполнительный gaz klaplar o'rnatib berganmiz. Moyish filtr, analiz filtr, argumentlankalar bilan chiroyli montaj qilib berganmiz. Avtomobilimizga 4 litrli gaz balon o'rnatib berdik. Balon hajmini ham ko'rsatamiz. Avtomobilimiz bagaj qismida 4 litrli gaz balon o'rnatib berdik. Belarusda ishlab chiqarilgan Turkiya blok armaturalari, termo trubkalar shumadalar qilib berdik avtomobilimizga. Avtomobilimiz 90 o'yin sistemasi bilan ishlatib berdik. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Yevropa gazga murojaat qilib, chiroyli qilib, ustunoga qo'yib beramiz. Salomat bo'linglar.